sal qizim. Mana, kompot ham bering. Aha. Hozir. Mana. Qani ichinchi? Qorning to'ydimi? Ha. Qo'lingni yuvib, xonaga kirib, uxla, xo'p? Ha. Bora qol qizim. Ehtiyot bo'l. Bor. Ehtiyot bo'l. Bora qol. Bir kun xotiningiz ofisga borib janjal qilsa nima bo'ladi? Hech nima. Shunchaki ajrashaman, bo'ldi. O'g'lingiz nima bo'ladi? Hozir tushunmasligi mumkin. Xafa bo'lishi aniq. Xafa bo'ldi ham. Lekin bir kun kelib o'g'lim albatta tushunadi meni. To'g'ri, o'g'lingiz-ku ko'p-katta yigit. Otasiz ham yashay oladi. Ammo Aisha yashay olmaydi. Unga ko'proq mehr ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki insonning eng yaxshi xotirasi yoshlik paytida bo'ladi. Miyasida, xotirasida muhrlanadi. To'g'ri. Men ham qizimsiz yashay olmayman. Shuncha yil qanday chidadim, hayronman o'zim. Bog'chaga o'zingiz olib borib qo'yasizmi? Ha, o'zim olib borib qo'yaman. Unda hozir kiyimlarimni tayyorlab beraman. Xo'p. Yoshing katta bo'lganda farzandli bo'lishing juda boshqacha bo'lar ekan. Erkak 40 yoshdan keyin farzandni hidini sezadi deb bekorga aytishmagan ekan. Qariyapsan, Rasul, qariyapsan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Oyi, tuppa-tuzuk oilamni buzdingiz. Hammasi sizni deb bo'ldi. Men bo'lsa arosatda qolib ketdim. Nima qilay? Uyga kelsam bu mo'ltillab qarab turadi. Sizga ne umidlarda turmushga chiqqanman deydi. O'zim bo'lsa Paridan ko'ngil uzolmay jinni bo'lib yuribman. Ikki o't orasida qolib ketdim, oyi. Bilaman. Hammasiga o'zim aybdorman. Lekin g'ish qolibdan ko'chib bo'ldi. Bolam, endi hech narsa qila olmaymiz. Xo'p, yaxshi. Unda g'ish qolibdan ko'chdi deb o'tiraveramizmi shunda? Nima qildingsan? Bilmadim, oyi, bilmadim. Uyiga jo'natib